Maslahatim kelib ko'rib olsin aka. Ishonchli qo'ylar. Ishonchli. To'g'ri aytyapsizlar. Mana elin solgan, oldi, bu yog'i elin solgan. Chunki ko'zimiz bilan qo'chqor qo'yganmiz aka. Mana qo'chqordan chiqqan qo'ylar, mana qarang, xudo xolasa mana shu qo'ylar bir haftadan nari beri tug'adi aka. Shunday, o'zi tayyor bo'lib, bu yog'i yetib boribdi. Shunday. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, mana bugun biz charchoqlarni chiqarib festivallardan keyin bugun 21-oktyabr sanasida yana o'z ish faoliyatimizga qaytdik. Yana siz aziz muxlislarimizni mana shunday asrlar davomida mana shunday Hisor tog' vodiysida shakllanib, pishiq, chidamli tajribadan o'tgan mana shunday qo'ylarimiz bilan sizlarga xursand qilish maqsadida yana videolarni boshladik. Betadan layklarni bosib, poddershka qilib qo'yishni unutmaysizlar. Do'stlar, qanday deysiz bu zotni, qanday ataysiz, nima deysiz? Baribir do'stlar, mana shu tagi o'zimizda vodiydan, mana shu Hisor vodiysidan tarqagan mana shunday barakali Hisori qo'ylarimiz do'stlar. Muhimi to'g'ri yo'nalish bilan, to'g'ri ilm bilan agar yondashadigan bo'lsak, yildan yilga yaxshi natijalarga erishib boraveramiz. Shaxsiy manfaatlarni agar o'ylaydigan bo'lsak, yildan yilga tanazzulga yuz tutib boraveramiz do'stlar. Xo'p, demak bugungi mana shunday yirik baquvvat, chiroyli sariq qo'ylarimizni qora bet deymiz biz. Buni siz arashan desangiz ham bo'laveradi, arashanga aka bu. Lekin yolg'on bo'lib qoladi. Yolg'on bo'ladi. O'zimizda Hisor qo'ylarimiz do'stlar. Mana shunday. Qanaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hisor qo'y obunachilarga ham salomimizni yo'llab qolamiz aka. Yashang, salomat bo'ling. Charchoqlar chiqdimi? Ha, xudo xolasa asta-sekin aka. Gap yo'q, bu mana boshqachalarni terib qo'yibsiz-ku, gap yo'q. Aka. Necha partiya bo'ladi? Shuni ayting. Aka, xudo xolasa 3 partiya bo'ladi aka. 3 partiya. Bitta video qilamizmi, ikkitami? Ikkita video qilamiz aka. Ikkita video qilamiz. Bo'ldi. Bo'lmasa muxlislar kutadi. Demak, qo'ylarni qismaymiz, sekin o'zini holatiga yo'ying. Ichida bir qo'chqor ham ko'rdim-a? Qo'zi qo'chqorimiz bor aka. Yaqinda 2 tish yordi. Bir oydan oshdi. Aha. 2 tishga chiqdi. 2 tishga endi chiqdi. Yaxshi, sal buyroq kelsa ko'ramiz. Bularni ma'lumotini bering. Aka, bular birinchi qorindan 4-qoringacha qo'ylar. Yashang. Birinchi qorinni bo'g'ozligi ma'lum. Xudo xohlasa 2 oyga bormay, xudo xolasa qo'zlab chiqadi qo'ylar. Qo'chqor qo'ydan chiqib sal charchab qolgan. Bilinib turibdi mana. Tushtirishida ham bu qo'zi qo'chqorimiz aka hozirgi bo'yi tushtirishda. Tishni oching bir ko'raylik. Bo'yi ham 95 ziyot yo'q. 1 metr aka. 1 metrmi? 1 metr. O, mana o'rniga sal nima qilib turibdi. Odamga qarab to'g'ri chiqarib olsa bo'ladi. Chissa dasht qo'chqori mana. Ya bu men buni ko'rganimda vobshim dahshat edi bu, esingizdami? Shunday aka. Umuman dahshat narsa edi bu. Shunday. Mana shunday. Tishini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Buni ham sotamizmi, Shuhrat? Yo'q aka, bu sotilmaydi. Ha, qoladi. Qoladi. Qo'yga qo'shib bering endi, kallan garan qilmang. Aka, gaplashamiz aka. Ha, bo'ldi. Ana shunday deb qo'ying. Gaplashamiz aka. Topilaveradi, lekin buni menimcha adashmasam, bahordan beri ushlayapsiz. Shunday aka bu. Buni narxini ayting. Buni narxini ayting. Aka, buni ko'p qochirmay aytamiz. Xo'p. Oladigan bo'g'ozmi? Buni ayting. Aka, bu aytayapman, ikkiga borar bormas qo'zlab bo'ladimi hammasi? Qorinlari bilinadi. Ha, ma'lum bo'lib, turib. Buni xudo xolasa oladigan obunachilarimizga tavsiyamiz. Xo'p. Ustida kelib ko'rib olsa, yana ana shunday. Ana shunday. Ustida kelib ko'rib olsa. Mana bu mujikcha gap. Shunday. Chunki telefonda aka eshitgandan nima deydi, bir marta ko'rgan yaxshi-da. Ana shunday ushlab ko'rsating do'stlar. Bu qo'ylarni misol o'zimiz qanchadan beri xizmatini qilyapmiz aka. Ana shunday. Realni hammasini ko'rsatyapmiz ko'rganingizdek. Mana do'stlar, qo'yga eniga, bo'yiga, ekstrer, mayda qo'y emas aka. Mayda qo'y emas. Mana yoshlar aka. Qani? Yaxshi, zo'r. Voy, yana birontasini bir ushlab ko'rsatasim, ichiga nima deydi? Eng balandi qaysi, eng bo'yi? Mana shu kattaroq ekan, mana shu. O'sha eng yerda mayda qo'yim yo'q. Eng maydasi qaysi? Yo'q, mayli kattani emas, maydasi qaysi? O'zi bir tekis ekan-ku. Bir tekis aka. Men mana shular dusoq bo'lsa kerak, mana shu shunday aka, mana shu qo'y, ha. Dusoq qo'y. Dusoq qo'y. Bo'ldi. Birinchi qorin qo'y. Qani, buni narxini ayting, Shuhratjon. Aka, yopishtirib xalqimizga nagruska qilmasdan qo'yavering. Aka, bunday ko'ring. Sal qo'ylarni o'zini hodiga yoyiladi, sal yoyilsin, ana shuni haydab, anini ayting, gapiring. Aka, buni baho 8,5 million aka. Sal qimmat emasmi, Shuhratjon? Qimmat emas aka. Bu yoqqa ko'rining menga, orqaga o'ting. Qo'ylar ko'rinib ayting menga. Qo'ylar mayda qo'y emas-da aka. Yo'q, mayda qo'y emas, to'g'ri. Qo'ylar mayda qo'y emas. Bir sort, bir tekis, hammasi zakonni. Shunday. Agar 8,5 milliondan bo'lsa, qo'chqordan ham qo'shib berasizmi? Yo'q aka, yo'q.
Qo'shqarni gurungini boshqacha qilamiz aka. Bir sal yopishtirib gurung qilaylik-da bo'lmasa. Agar qiziqadiganlar bo'lsa. Yopishtirib gurung qilaylik Aka, bo'lmasa. yana ham oladigan odam realni ustida kelib Aha. gaplashsa ham, telefon qilsa ham muomalasini qilamiz aka. 7,5 dan bitadimi? Yo'q, o'pilardan bitmaydi lekin. 7,5 dan bitmaydimi Shuhratjon? Yo'q. Qancha? Qadalgani? Mana shuncha bo'lsa, shundan pastiga deng yo tepasiga. Aka, telefon qilgan odam bilan kelishib olamiz aka. 8 narimi berimi? 8 dan baland. Chiqadi, ha? Ha. Shunga qarab telefon qilishsin, Shunday to'g'rimi? aka. Ochig'ini aytaylik-da, xafagarchilik bo'lmasin akalar. Mayli endi birov bitta olaman deydi, birov ikkita olaman deydi aka. Qo'yda. Mana. Aka, bir kishi eplab tura olmaydi aka. Ko'rinib turibdi. Qo'yam qo'ydi eplab tura olmaydi. Qo'zini ham beradi, xudo xolasa. Shunday. Bu aytganmiz-ku, qo'zilarni 1 yilda bolasidan chiqib ketadi. Nasldor qo'ylarimiz do'stlar. Qo'yni beliga qarang, beli ham aka. Vagon bo'lyapti aka. Ana shunday. Zo'r, barakasini bersin. Qo'ylar mayda qo'y emas-da. Haqiqatdan ham. Aka. Voy, zo'r, haqiqatdan ham-da. Barakasini bersin. Do'stlar, nima, bo'lmasa ikkinchi partiyani ko'rsatamiz. Ham yo'g'on qo'y, Asror aka, mana bu qo'ylarni qarang aka. Ya qo'yiz. Amallar niyatga bog'liq. Niyat qilgan do'stlar hammaga mana shunday yaxshi qo'ylarni boqishni nasib qilsin. Bittadan layklarni tingillatib, qarsilatib qo'yamiz. Shovkat, aka, siz arzonroq qilib berardingiz-da. Surxondaryoning qo'y akamga qarang, ustiga chiqib bemalol bir kishi. Misol nima qilsa bo'ladi aka? Yo'g'onligiga qarang qo'yda. Barakasini bersin. Shovkat! Kelishtiring ey. Bir narsa deng. Haydanglar qo'ydi. Haydang. Muomala qilasiz-a? Aka, endi bu qo'ylar xudo xolasa 3-4 oydan beri o'zimizning xizmatimizda. Ana. Do'stlar, shoshilamiz. Menimcha bu yilgi sezonda bunaqasi birinchi bo'lyapti sizda. Shunday aka. Ha, gap yo'q. Xudo xolasa aka, buni izi bor yana. Bormi? Bor. Yashang. Izi bor aka. Ha, bo'ldi. Do'stlar, ketdik. Bo'lmasa keyingi partiyani ko'rsatamiz. Kutamiz do'stlar. Ketdik. Mana do'stlar, iltimos sendan. Ikkinchi partiya bu. Ikkinchi partiya qo'ylarimiz mana chiqib kelyapti. Boyagini sonini aytmaymiz-ku, Shuhrat. Uni soni aka 27 ta aka. 27 taydan sariqlari. Sariqlar soni 27 ta. Bularning sonichi? Bularning soni 30 ta aka. 30 ta. 30 ta. Opshi nechta bo'ladi? 57 ta bo'ladi. 57 ta. Qo'chqor bilan 58 ta. Qo'chqor bilan 58 ta aka. Yana bir ikkita qo'sha olmaysizmi? Qo'shamiz aka, izi bor deyapman aka. Bo'ldi. Izi bor. Xudo xolasa obunachilar bemalol kelaversin. Ustiga kelib, ko'rib, pulni qo'ydi ko'rib olsin, pulni sanab olaman deydi. Mening maslahatim kelib ko'rib olsin aka. Ishonchli qo'ylar. To'g'ri aytyapsizlar. Mana elin solgan, oldi, bu yog'i elin solgan. Chunki ko'zimiz bilan qo'chqor qo'yganmiz aka. Mana qo'chqordan chiqqan qo'ylar, mana qarang, xudo xolasa mana shu qo'ylar bir haftadan nari beri tug'adi aka. Shunday, o'zi tayyor bo'lib, bu yog'i yetib boribdi. Shunday. Barakasini bersin. Qani, bularni ham yoshi xuddi shundaymi? Shunday aka, birinchi qorindan 4-qoringacha. Ma'qul. Juda yaxshi. Bularni ham endi 3-4 tasini, 1-2tasini ushlab ko'rsating endi. Qo'ylarimda mayda qo'ymas aka. Endi qarang, mana. Tep-tekis ustilarini qarang, yelkadan dummagacha tep-tekis kelgan. Shunday. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Biz nima uchun festivalda o'sha ko'krak qafaslarini yoki dumg'aza balandliklarini ko'rdik. Ana shu dumg'aza baland, oldi baland yoki bu yog'i past, bu yog'i past emas. Mana shunday ko'rganingizdek. Mayda qo'y emas. Yo'g'on qo'y aka. Yo'g'on qo'y. Ana shunday. Metrlariga qarasin aka. Barakasini bersin. Qo'zini beradi-da bular aka. $1000lik, $2000lik qo'z mana yosh aka. Qo'zini beradi. Qo'zi beradigan yetuk paytiga yetib kelgan qo'ylarimiz. Mana shunday. Mana aka. Zo'r, tishlari pokkaday bo'lyapti deydimi, nima deydi? Shunday. Ana shunday. Sifat borasida ham aka. Yaxshi, qo'ylarimiz haqiqatdan yaxshi do'stlar, tavsiya qilamiz. Mana shunday gibrid emas, boshqa emas do'stlar. Qoni toza. Mana shunday qoni toza narsani ustida ishlasangiz, albatta natijalar sizda xursand qiladi. Aka, biz Surxondaryoda o'zingiz bilasiz, faqat sifatga ishlaydi aka. Ya, bilamiz. Bo'ldi. Bir qo'y tijorat qilib tashlayapti bir yigitda. Shunday bo'lmaydi. Mana shunday. Endi nimada ko'proq sifat uchun olib bordik, ves uchun olib bormadik. Bo'lmasa mana shunday qo'ylar ko'p edi. Endi bizlar sifat uchun ko'rsatdik do'stlar. Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Endi har kimdan shunaqa qo'y zo'r ekan, nima uchun olib bormadlaringiz degan nimalar bo'ladi-da endi. Biz sifat uchun o'sha ichidan olib bordik. Ves, unaqa narsalar, u yem hammada bor do'stlar. U shunday sotib olib berish hammani qurib yetadi. U semirtirish qiyin emas. Tomog'iga qarasangiz semirib ketaveradi. Lekin o'sha sifat, jismoniy holati, qon tozaligi, mana bu narsalarni biz odamlarga tushuntirib ko'rsatib berishimiz kerak edi. Dala sharoitdan qo'ylar aka. Mayli, bo'ldi, qo'yavering Shuhratjon. Rektasini ko'rsataylik aka. Mayli.
Ana shu. Mana Yaxshi, shular aka. barakasini bersa, mana Shunday. 4 tish to'ldirgan qo'yimiz 40 yaxshi. Buni narxini ayting. Aka buni narxi ham yopishtirib aytaman. Xo'p, xo'p. 8 million demayman, 8 milliondan 200 ming 200 ming o'tib beraman. 8 milliondan, ha? Ha. Xullas Mana buni 7,5 qo'ylar milliondan yilniga bir joyda qarang bo'lsa aka. ketdi ekanda, Mana shunaqami? qarang. Ha? Nima deysiz aka? 7,5 milliondan bir joyda ketdi ekanda. Nima Aka, dedingiz? muomala qilamiz. Bo'ldi. Do'stlar, muomala qilamiz Oladigan- degani, bu degani Realni ish bitadi oladigan degani. telefon qilsin aka. Aha, aha. Kelishtirib beraman. Mana festivalga bordik Samarqandga aka. Ha, ha. Misol nechta kishi mehmon qildi, nechta kishi bilan salom alik qildik. Ha. Shuni hammasi qo'yoganda aka. Ha, ha, olganlar Baraka o'zlari top, haqiqatan baraka ham. topdik deb salom alik qilib kelib, odam xursand bo'lib qaytib keldi aka. Albatta, albatta. Shunday To'g'ri olgan aytasiz. odam yerdan Mana shu Tog' yuzimiz tog'dan- yorug' bo'lib ham borib, bemalol ana shunday. odamlar bilan yuzlashib, ko'rishib keloldik. Tog' bilan uchrashmay, odam bilan uchrashadi deydi aka. Albatta. Qachonlardir uchrashadi-da. Bir Mana uchrashganda shunday. men shu vaqt sizdan qo'ya oldim, baraka topdim desa, odam bir xursand bo'lar aka. Shunday, barakasini bersin. Yaxshi. Endi Shu yo'lda shu davom ettiraveramiz. Shu davom ettiraveramiz, natijalar ko'rsataveramiz. Do'stlar, hammaga mana shunday yaxshi qo'ylardan boqish nasib qilsin do'stlar. Yaxshi natijalarni ko'rsataveringizlar. Mana shunday bizdan borgandan keyin qo'ylar zo'r bo'lib ketaveradi. Yana ham zo'r bo'lib ketaveradi. baraka topsin aka, rahmatini aytsin. Ana shunday. Qani ketdik bo'lmasa, bo'lmasa to'qlarni alohida video Ha, qilamiz. to'g'rilarni alohida video qilamiz. Bo'ldi, aka. bitta shunday baqqarab ham oladigan odam aka izi bor. izi bor. Eklanmay kelaversin aka. Yaxshi do'stlar. Mana izi ham bor ekan. O'zingizga yoqqanini olaverasiz. Qarang, Shunday. 5 ta 10 ta olaman deganga ham kelib ishini bitkazib ketaversa Shunday, bo'ladi. shunday aka. Bo'laveradi do'stlar. Qani, bu yog'i serob bizlarda. Hammaga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.